Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham zo'r lokatsiyadan, juda ham chiroyli bo'lgan xonadon sotib olaman degan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Bu safargi video roligimiz Andijon viloyati Dalvarzindan bo'ladi. Hozir men sizlarga mana shu kotej sifat o'zbekona qurilgan xonadonimizni video obzorini qilib beraman. Bu xonadonimizni biz tunuka fonishlarini qilib bergandik. Hozir sizlarga to'liq nechta xonadan iborat, nechta sotuvga tushgan barchasi haqida ma'lumot beraman. Albatta videoga bitta like bosib, uy olaman degan tanishingizga mana shu videoni yuborib qo'ying, inshaalloh manfaatli va foydali bo'ladi. Bo'lmasam men video roligimizni boshlaymiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deb video roligimizni boshladik bo'lmasam do'stlar. Bu xonadonimiz video boshida aytib ber, 4 sotixdan iborat 5 ta xona va bitta uzun zal mavjud. Zalni ham kiroshda ko'rsataman, xudo xolasa. Bu ko'cha qismimizning ko'rinishi, ko'chaga mana shunaqa kazirok qilib qo'yilgan do'stlar. Aytib o'tganimdek, biz mana shu tunuka fonishlarini qilib bergan edik. Xonadon egasi to'g'risi sotishga emas, xuddi o'ziga qurgandek quryapti bu uyni. Eng sifatli mahsulotlardan foydalanilyapti bu yerda. Travertinishlari ham, tunuka fonishlari ham o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki mana bu darvozani ham qaranglar do'stlar, skromniy holatda qilib bitkazib qo'yilgan. Bu yerda qurilishlari ketmoqda, ichkarida sharshara ham ketmoqda. Uni ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana bu yerga burchakchalarni qilib qo'ygan, mana bu yerga gazon qilib qo'ysangiz, ozgina огород qilib qo'ysangiz, juda ham chiroyli holatga keladi. Archalar ekib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam ichkari tomonga qarab yo'l oldik. Ichkarida bizni mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvozaxonamiz kutib olmoqda. Darvozaxonamizni mana bu yerda sanuzalimiz mavjud. Undan tashqari do'stlar, bu yerda ustakalarimiz manzaraga ega bo'lgan sharshara barpo etishmoqda. Xudo xohlasa bitgandan keyin juda ham chiroyli holatga keladi. Mana bu yon qismlarni ham tunuka fon qilib berganmiz biz do'stlar. Kirorishda do'stlar, qaranglar, 4 sotix bo'lishiga qaramasdan mana bu yerga yetarlicha joy tashab ketilgan, o'rtaga zelyoniy zona qilib qo'yiladi. Xudo xohlasa kelajakda juda ham chiroyli, tayyor holatda deyarli bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar, xudo xohlasa bu xonadonimizni qurayotgan akamiz juda ham yaxshi aka, xudo xohlasa sizlarga chiroyli narxlarda qilib beradi. Hozir sizlarga xonaning ichiga kirib, bir qator xonalarni ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, bu xonadonimiz 5 xona va mana bu uzun ko'rinishga ega bo'lgan zaldan iborat. Bu yerda ham o'zbekona, ham yevropeyskiy oila yashasa ham bo'laveradi, chunki iminnoy ana o'shanga moslashgan xonadon, xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda bizni oshxonamiz kutib olmoqda. Oshxona jihozlari ham mana shunaqa ranglarga moslagan holda, chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Tepalari ham qaranglar, dekorativniy patologiyalardan foydalanilgan. Juda ham chiroyli yuqori did bilan qilinyapti bu xonadonimiz. Ko'ringlar do'stlar, inshaalloh eng kamida sizlarga ham mana shunaqa xonadon nasib qilsin. Oshxonadan chiqarishimizda bizni zalimizni yonginasida mana bunaqa sanuzalimiz joylashgan, ya'ni hammom desak ham bo'laveradi buni. Tualet, hammom birgalikda juda ham keng holatda bo'lib joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda. Endi do'stlar, eng qizig'i mana bu hammomdan bu tomondan ham kirsangiz bo'ladi va mana bu tomondan kirib spalniyaga o'tib ketsangiz bo'ladi, ya'ni katta. Xo'p do'stlar, biz yana zalimizga qaytdik. Zaldan chiqarishda bu kattalar yotoqxonasi bo'lsa, bu esa kichiklar yotoqxonasi, ya'ni o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bu tomonda, hurmatli do'stlar, qiz bolalar uchun ham alohida yotoqxona mavjud. Qaranglar do'stlar, sizlarga yana yoritib beraman. Qizlar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yerda jami bo'lib 3 ta spalniyamiz, bitta oshxona va bitta sanuzalimiz mavjud. Endi do'stlar, qaranglar, bitta tomondan kirib har qanaqasiga aylanib mehmonxonadan chiqib ketsa bo'laveradigan bo'lyapti. Bu yerda bizni kattakon bo'lgan mehmonxonamiz kutib olmoqda. Oshna og'aynilar bilan yoki bo'lmasam do'sti, birodar, yaqinlar bilan mana shu mehmonxonada bemalol mana bu joyga stol-stullar qo'yib o'tirsa bo'ladigan mo'ljallangan. Patologik qismlari ham juda ham skromniy, juda ham chiroyli holatda qilib bitkazilgan bu xonadonimiz. Endi mehmonxonadan mana bu tomondan chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Bu tomonda esa bizni yozgi oshxonamiz kutib olmoqda. Yozgi oshxonamizning tepa qismi ham mana shunaqa chiroyli holatda tunuka fon bo'lgan. Mana bu yerga so'rlarni qo'yib, tepaga termulay mazza qilib o'tiradigan bo'lyapti, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Yozgi oshxonamiz ham juda ham chiroyli holatda qilib bitkazilgan do'stlar. Qaranglar, menimcha Xitoy granitdan foydalanilgan bu yerda juda ham chiroyli holatda
insonni yashashi uchun mo'ljallangan xonadon. Sababi o'sha aytganimdek do'stlar, bu xonadonni biz qaziyotgan akamiz patoloyni ham xullas nima ishlatsa eng yaxshilaridan foydalangan holda bitkazyapti. Xudo xolasa o'zi prorab ishga ancha-muncha tushunadi. Misol biz o'zimizdan ham ishni qabul qilib oldi. Juda ham chiroyli holatda biz ham tunuka fon ishini bitkazib berdik. Mana do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha ushbu xonadonimizni chiroyli tarzda obzorini qilib berdim. Aytib o'tganimdek, mana bu manzaramiz bitgandan keyin bu xonadonimiz yana ham chiroyli holatga keladi. Hali beri sokul ishlari bitgan yo'q, sokullari qop-qora bo'ladi do'stlar. Sokullari bitgandan keyin ishoninglar bu xonadonimiz yana ham ko'rkam holatda bitadi. Xudo xolasa bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar bo'ladi inshaalloh. Agar sizlarga nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Eng qiziq lokatsiyasi ham juda ham zo'r joyda, chekka joy emas, yo'lning bo'yida, ya'ni Silerga zapravkadan kiraverishda 7-mahallada joylashgan bu xonadonimiz do'stlar. Tayyor uy olaman degan tanishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh foydali va manfaatli videorolik bo'ladi. Sizlar bilan men Usta Shohruxbek bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga.